Kollagenlar nima uchun kerak? Kollagenlar nima uchun kerak emas? degan savollarga kommentlarni ba'zi birlarida yozishibdi. Kollagen ichmoqchiman, qanaqa kollagen ichsam bo'ladi? Yuzimga ajin tushib ketyapti yoki yuzim osilib ketyapti degan jononalar. Kollagen siz misol uchun bo'yingiz 1.65, vesingiz 1.60. Bu degani normal holat. Siz eng zo'r holatdasiz. Agar bo'yingiz 1.65 bo'lib, mana 1 deganda 65i bor-ku qo'shimchasi. Ana o'shani hisoblaysizlar. 1.65 bo'lsa, demak siz 65 kilogramm bo'lishingiz kerak. Agar siz 65 dan yuqori bo'lsangiz, og'ir bo'lasiz, past bo'lsangiz, ozg'in bo'lasiz. 60 bo'lsangiz ham norma, cho'tki figurada bo'lasiz. Agar 60 dan pastga tushib ketsa, uje siz ozg'in, ozib ketayotgan hisoblanasiz. Uje 45, 50, 45lari uje juda ham tanaga teri yopishib ketayotgan hisoblanadi. Bunaqa ayollarimizga kollagen ichinglar deb tavsiya qilamiz. O'zimizni kollagenni qanaqasini tavsiya qilamiz? Suyug'ini, suvli kollagen va oqsilga boy protein. Proteinni ham yaxshisini tavsiya qilamiz. Nima uchun? Ular ozgina o'zligini ayollik jozibasini uyg'otib olishi uchun, terlarini chiroyli, tarang, tiniq qilib olishi uchun juda ham ozg'in odamga ham ajin semizlarga ko'ra tezroq, vohliroq tushadi va juda ham ozg'in odamlar qorayib ketadi qanaqadir. Qorayib, dog'lar va ulardagi ko'rinish ozgina xunuklashadi. Shuning uchun ular chiroyli bo'lib olishi uchun, popchkalarini chiqarib olishi uchun, ko'kraklarini, yuzlarini tarang qilib olishi uchun ana o'shanda quvvat manbai hisobida biz kollagen bilan protein qo'shishimiz mumkin. Va fitnes bilan xuddi semizlar qanaqa shug'ullanayotgan bo'lsa, hamma figurasini qatini chiqarishga, qatini kirgizishga ishlayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa ishlashadi. Va semizlarimizga kelsak, sizni bo'yingiz 1.65 da, lekin vazningiz 80, 90, 100 kilogramm bo'lsa, sizga umuman kollagen ham, protein ham kerak emas. Chunki siz o'zingiz yaxshi yeganingiz uchun, zo'r ovqatlanganingiz uchun kollageningiz ham mushni, proteiningiz ham mushni. Siznikini qaytanga tushirishi joyiga yo'nalishini ta'minlaymiz. Hammaga tavsiyam shuki, internetlarda, Instagramlarda ko'rsatayotgan 100% har bir ayolga mumkin olinglar degan reklamalarga ishonmanglar. Bu sizlarni ozgina finansiy tomonlama o'zligini qo'llab-quvvatlab olishligi uchun maxinatsiya bo'ladi-ku, shunaqa narsa hisoblanadi. Aslida o'zi eng yaxshi shirin ovqatlarni qilinglar, sho'rvalarni suvga solib qaynatib, zo'r ilili sho'rvalar qilib 8 soatlab qaynatinglar, ana sizlarga tabiiy kollagen. Proteinga keladigan bo'lsak, uy sharoitidagi proteinga bu tovuq va tuxumlar kiradi. Tovuq, qaynatilgan tovuqli ovqatlar va qaynatilgan tuxum. Ertalab har kungi nonushtalarga tuxum yeyishni tavsiya qilaman hammalarga. Mana sizlarga konkretniy protein va kola, ayniqsa kola, enerji narsalarni sal kamaytirib tursanglar, sizlar o'sha sizlarga kerak bo'lgan gialuronkalarni, proteinlarni va kollagenlarni badaningizga so'rdirib olasizlar. Sizlar pitanyani noto'g'ri qilib bu narsalarni iste'mol qilmoqchi bo'lsanglar, umuman ishlamaydi. Agar siz pitanyada sog'lom ovqatga o'tib bu narsalarni iste'mol qilsangiz, u siz bilan sport bilan baravar cho'tki ishlayotgan joyingizga effekt beradi. Shu narsalarni o'zinglar uchun bilib qo'yinglar. Hammadan har xil protein, gialuronkali kollagenni sotib olishdan to'xtanglar.